Yarimni turib o'zimga azimga qarab olib, keyin buvimlarga chiqib ketdik hammamiz. Uylarda tug'ilgan kunini chorladik. Kimni tug'ilgan kunligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki videoni oxirida aytib o'taman. Chiqib hamma bilan so'rashib, ovqatlanib, qonimizni to'ydirib olib, keyin bolalarni o'ynatib, xullas maza qilib o'tirdik. Keyin mehmonlar keldi. Mehmonlarga qarab, osh-ovqatlikni berib, ayvonga kirib qarasam, singlim to'polon qilib o'tirgan ekan. Qarasam, opam singlimga klubnika berib o'tirgan ekanlar. Singlim ham hech kimga bermasdan o'zi yeb maza qilib o'tirdi. Keyin hammamiz oilaviy choy, ovqatimizni ichib oldik, qonimizni to'ydirib oldik. Keyin videolarga yana tushib o'tirdik qizlar bilan, zerikmasligimiz uchun. Bu yerda o'zimcha sochimni maqtamayman, jingalak qildim, tushib ketdi. Shunaqa asabim buzilib ketdi keyin. Keyin singlimni opamga berdim, o'zim qonim ochib ketdi, stolda nimadir bor ekan, cho'qilab yeb oldim. Keyin hamma yoqni yig'ishtirib, gaplashib o'tirdik. Shirin Samiga qarab yig'layotdi deganlar uchun yugurib oldiga kirdim. Mehmonlarni yarimni kuzatib, yana yarim joylarni yig'ishtirib oldik. Bu safar ham o'zim idish emasdan boshqalarga yedirib oldim. Shuning uchun nasriyam zo'r. Keyin oshxonaga kirib qarasam, Diyora stol-stullarni yig'ishtirib, idishlarni artayotgan ekan. Shuni ham boshini qotirib, shu yerda nimadir cho'qilab yeb yurdi. Mehmonlar hammasini kuzatib bordik. Baliq suviga ahamiyat bermanglar, almashtirish esimdan chiqib qolibdi. Aytgancha videoni oxirida aytaman dedim. Bugun buvim tug'ilgan kunlari edi, shuning uchun yig'ilgandik. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, prosmotr uchun hammaga rahmat. Like bosishdan chiqmasin.